Alaykum rahmatullohi barakatuh. Xudo xolasa bugun ikkinchi videomiz. Hammalarga rahmat. Narigi videomizni 100 ta ko'rdi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Lekin hech kim like pastga yozmadi. Bosmadi. Bugun esa ikkinchi video xudo xolasa. Bu safar videomizga o'zlaring aktiv bo'lib, like pastga obunalarni bosib qo'yishlarini unutmanglar. Xudo xolasa bu safar qo'yinimizda qanday qo'yda tabi nozik bo'ladi. Keyin mana qo'yda tagi toza turish kerak, ham pokiza turish kerak. Quruq mana. Qo'yda tagi quruq turish kerak. Zak bo'lmash kerak-da. Qirib tashlash kerak. Mana qirib tashlab, menga olganmiz. Nima qilib tashlash kerak? Hidlanib qo'ygan shunaqa quvvatlarni berib bo'lmaydi qo'yga. U ovqat yemaydi qo'y. Bismillah. Mana Oshpay. Xohlasa ertaga chesnok hammalarni beramiz. Like pastga bundan bosib qo'ysalaring bo'ldi. Keyin agar nima haqida o'rgating, masalan qo'yga qo'tir toshishi mumkin, masalan birorta kasallik bo'lishi mumkin, hammasi bo'lishi mumkin-da, masalan boshqa narsa bo'lishi mumkin, birorta muammo qiynalishi mumkin. Shunaqalar bo'lsa, kommentariyaga shunday yozib qo'ysalar, men har bittalarning kommentariyalarini o'qiyman, xotirjamanglar. Mana o'xir yasash, agar o'xir yasashni ham bilaman. Biznikiga seminda bo'lmagani, mayli Xudoga shukr, alhamdulillah. Shundan bo'lgan. O'zing kommentariyaga yozib, bir donagina omad deb qo'ysalar bo'ldi. Shunaqa gaplar. Atalamiz mana. Hozir pishyapti atalar. Mana bu tuz. Moldu tuzu. Atalaga bitta mana bitta bir qozon atalaga bir siqim tuz qo'shiladi. Mancha. Biz qo'shganimizni ko'rsataman. Mana ozgina qo'shib qo'yamiz, mayli. Qo'shib yaxshilab aralashtirib olasizlar takidan. Bu bug'doyda kepak bo'lish kerak. Kepak bug'doy xolos. Mana shuni o'zi. Zot tutunagan. Kepak bug'doy teng solasizlar, kepakni ham bug'doyni ham. Masalan, bug'doy 2 kilo solsalaring, kepakni ham 2 kilo solishlaring kerak. Bu hozir pishib, yollib ketadi. Shunaqa. Keyin o'sha qo'yga kepakda hozir kepak. To'g'riga mana bug'doy solinsa kepakdan ko'pgina qo'shilib, keyin beriladi qo'yga. Quruq qilib. Quruq berilmasa qo'y haligi g'axlatini ichidan tirik haliglar chiqadi. Bug'doyda yeyilmagani shunaqa chiqishadi. O'shanda bug'doylarning bekarga ketmaydi o'sha bug'doy. Ichiga tanasi singib ketadi. Ana qo'ylar ham oshpay yeyapti. Agar birorta savollarning bo'lsa, kommentariyaga yozib, shunaqa narsa o'rgansalaring, men sizlarga o'rgatib video qilib chiqaman. Inshaalloh 19 ta bo'libmiz. Yaxshi. Mayli. Chalik podeshga qilyapsiz, alhamdulillah. Kelgusi videolarda ko'rishguncha alhamdulillah bo'pti. Kommentariyaga yozsalaring, men sizlarga javob qaytarib video qilib chiqaman, xudo xolasa.